أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بناء على العبرة في الإيمان والكفر والسعادة والشقاوة والخاتمة. Şimdi bazı Eş'ari mezheptekilerden ene mu'minun inşaallah dese bu dürüst oludu dep bunda şu yetkilipti. Biz hem de yukarıda bir adam mene mu'min boğa adamın üzü men mu'min inşaallah dese bulmaydı dep müştanim kıldık onu dedik. Deganlekin bu to'g'rida meni bir qancha mazmun yuqorida darsning ustidan nima qildi, o'tilgandan keyin endi ahli sunna va jamoaniki ichida ash'ari deb atilgan, ya'ni bu kim desa Shayx Abul Hasan al-Ash'ari degan odamga mansub bo'lgan ashunda e'tiqod tarafdan shunda bir kishilar bor, cho'pa. Bunun deydi onu Eş'ariye deb atıldı. Bunu bu ehl-i sünnet ve cemaat'inki meni bir tarafıma Eş'ari, yeni bir tarafıma Maturidi degan şu müşçü buludu. Bo'lgandan shuniki ba'zidan shunda yo'tkilibdi. Yani ana inşaallahu desa uçan üzerinde bu nima o durust oludu deb müştahşu deyilibdi. Ama biz yuqori gapda durust emas degandik. Bunu durust emas deganning o'zida chunki bir odam o'zi iymon etgan turib hozirgi vaqtning o'zida men Allohning bor birligiga iymon etdim, ishondim deb %100 bu odam ishonib turib, yana uni o'qib turib u odamning qalbida rasmiy jazm turib, andiki inshaalloh degan gap Xudoyim xolisa degan gap. Xudoninki xolimidimi bu odam shu bilmaydi. Bilmegenlikten bu itibardan iman etişin üzü miki boşluq olmaydı. Onun için iman degen gapni üzü yuqortidik, hani tasdik degen gapni üzü o adamniki kalbimizde resmi onu yüz işinip, işengenin üzü işçiga resmi orun elip, şuna onu ağzı degen bolsa bunun imanın mahiyeti dedik. Ondaki emel çodisa, emelin üzü bu yerde işçi kiremdi degen vaxtida bunun da ixtilaf var. Deb müştahşut dedik. Deganki bunu qarta har qanday bir men mu'min, musulmon deb uni rasmiy Allohning bor bir ekanligi rasmiy ishonib, men dalil pokit qilish orqali rasmiy qanoat qilgan odamni men inshaalloh mu'min desa bo'lmaydi dedi. Endi yine ba'zi ulamolar bu shunga asosan endi sunna va jamoatida Ash'ari mazhabining ichidagi bo'lgan ba'zi cho'ng katta olimlarning o'zidan bu dursulido debdi. Unda olsa bunu nima deymiz? Bu çağda bunda bir gapning o'ziga İmam Nesafi rahmetullohi alayhi nima deb javob berdi deb. Şu an mayada İmam Tabtazani rahmetullohi alayhi ma gapni shu javob berdi. Uni mushada deb deydi ba'zi Ash'ari mazhabdagilar, yani inshaalloh ana mu'min inshaalloh desa bo'ludu dedi. Bo'ludu deyish nima shunday dedi desa bunun sababi bor. Buniki bo'ludu degan gapningki asos manbai bu nima iman, küfri, saadet ve şakavet degan muş meselelerin üzerinde ibret nimidir o ibretin üzeri hatimidir. Şimdi ana mu'min inşallah men Allah halisa mu'min degan gapning üzerinden durust oldu degan gapning üzeri bu gapni bu adam durust oldu deyişin üzeri töven gap qurgan. Yani bir adamın mu'min ölüp ketemdi, kafir ölüp ketemdi, baxtli ölemdi, şaki ölemdi. Bu adamniki ahirki hayatidagi ish hayatdagi ish degan mushu gapga hayotdagi ishni qanday qilish biz bilmaymiz. Bilmagandan bu e'tibordan shuni qarab ana nima dedi? Mana mush gapga asosan bu durust bo'ldi deb pashta nima qildi uni dedi. Hattoki baxtli mo'min degan iymonning ustiga o'lgan kishi shudir. Endi uniki umri kufr va isyonniki o'zida shunda uzrab ketsin. Qarab baksak kafir nima qildi? Kafir açta hayat yaşaptı. Pasıkçı yaşaptı. Men açta boğsuma aşu
ahir hayatın üzerinde imanın üstüge ölse bu iman edilen bu bahtli kişi, bu mümin kişi deymiz, değil. Hem de ne deymiz oluyor? Mümin deymiz, bahtli mümin diyen kişi deymiz. Hem de bedbaht kafir diyenimiz, yani küfrün üstü ölügen bolsa, "Euzubilllah", bunda küfrün üstü ölügen Allah saklasın. Ve eğer kendisinin ömrü tasdik ve taatın üstüde ölsün. Yani o kafirin üstüne kıttamda, yani o ömür boyu iman ettim de, namaz okup, zakat verip, hacc kılıp, vay benim tasdikime de aşağısı ötken bolsa mı? Küfrün üstüde ölüp ketken bolsa. Küfrün üstüde ölüp ketken kadar olur da ya inkar ödüdü, ya ki onunki bir xil alamet çok bildiği. Bilgендeki şuna ölüp ketken bolsa bu neyim deyince bedbaht kafir deymiz. Dep müştahını kıldı bunu, müştahçı dedi. Müştahçı dedi. Mine müşrik asasen, aşağıdı. Bu neymi asasen buddak oludu dese, ma gepnin üzeri anda bilemez bana işaret kıldı onuğa, o sözge Allah Teala'nın sözüden ki iblis hakkıdır. Ve kâne minel kafir dedi. Mine iblis neyim dedi? İblis kafirlarının katardı boğan idi dedi. Kafirinin katardı boğan idi diyendeki bu iblis kafir haleti ölüdü. Ölgендeki bu itibaren bir adam mümin, Müslüman ya kafir ya kanda ikenliginin üzeri bu kıvatkan emel emez. Onunki ölüge vaktideki kanda adeti kipki ölüp getiş. Anda o aliken ayeti müştahtaptı. Şunu karab bu adamın üzeri ben inşallah mümin disço boludu. Dep bazı ölmalar müştahtçı depto. Müştahtçı depto. Diyendeki bunun kartta doğru mu bu gep kanda? Hem de yeni bir sigandaki bunun bunda işte Allah Teala'nın ki benim şu ayetin ve kâne minel kafirin diye ayeti delil keltiydi. Yeni bir sigandaki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem es-saidu men saide fi betni ummihi ve şakiyyu men şake fi betni ummihi dedi. Yani bahtli kişi diyen kim o? Yani iman, İslam'dan ötüp olan kişinin güzeli özündeki apısı kosuğuda ne boğan bahtli olan kişi dedi. Hem de şakî olan kişi, bedbaht, kafir, işte boğan kişi, özündeki apısı kosuğuda bedbaht olan kişidir. Şu vakti, şu cadı Allah neyisi baştakkan bolsa, uçağın üzerinde bu bedbaht olur dedi. Ondan bunun üstü ülüp getiren gibi. Ondan alırken, biz onu okumağa deyken uçağın üzerinde, ben mümin disi bolu dedi. İşaret kıldan deyken, İmam Nesefi rahmetullahi bu gapniki hata ikenligi tevenki gepini nima kıldı? İşaret kıldı. Bundan sebep olmaydı o. Ular bazılar vay aşını dep hesaplap men aşına diyen bolsa uçağınızda bunu resmi oyulup tahqiq qavaqçıda qalğan ayet 783 qavaqçıda bu to'g'ri emas. Deb mushtaqchi dedi. Nima dedi İmam Suyuti? Ve saidu qad yashqa. Baxtli adam ba'zida shaqiymi bo'lib qoladi. Shundan keyin iymon etgandan keyin murtad bo'lib qolgan ishmuchu bor. Nauzubillah. Alloh buni saqlasin. Endi badbaxt bo'lgan kishining o'zi ba'zi vaqt o'zida baxtli bo'lib qoladi. Badbaxt nima? Badbaxt baxtsiz. Yani kafir bo'lgan kishining o'zi ba'zi vaqt o'zida mana iymon etib oxir hayotning o'zida yoki yo'q ishlarni qilib, bunda baxt bo'lishi mumkin. Mana kufrdekin iman etib, bunda bo'lishi mumkin. Endi bu yerdagi nima tag'yir? Bu yerdagi o'zgarish bo'ladi, bu saodat va shaqovatga bo'ladi. Ya'ni nimaga gap? Yani bir odamniki mushdak kafir yoki musulmon bo'lishniki o'ziniki shu odamniki badbaxt va baxtli bo'lishni degan bu shunga qarab o'zgaradi. Ammo Alloh taoloniki baxt qildi, shaqi qildi degan gapni o'ziga buni o'zgarish olmaydi. Bu ikkisi mana Allohning nimasidir, o sifatlardir. Mana Allohning sifati bo'lganligi bu e'tiboran ilmiy azaliyning o'zidan mana Alloh taolo nima deb qolgan bo'lsa shundoq bo'ladi. Ammo nima deb qolgan bo'lsa shundoq bo'ladigan gap. Ammo u odamning o'zi mana nima deb belgilagan shundoq bo'ladigan gap. Qandoq men iymon etib bilgandan keyin Alloh taolo bu odamniki bu iymon etib o'tdi ekan degan ilmiy azaliy. Ma adam kafir ketib uning bütün işlerini hemen tahsil etab maddesi neyden bo'ladi, qanday nima bo'ladi, xususiy hamını tartib bilgandan keyin bu itibarla Alloh taolo nima qildi buni baxt qildi deymiz. Bu yerde bu yeni birden baxtlik yeni birinin üzüşü öz ixtiyar bilan bo'lsa-mu, lekin Alloh taoloniki baxt qildi
mana bahs qildi deydigan bo'lish bir gap, qildi bir gap. Unda o'niki qildi degan gapning o'zida hargiz o'zgarish bo'lmaydi. Ammo bo'lish e'tiboran chunki nimishqa? Chunki bo'lish degan gapning o'zi shu odamniki o'ziniki ixtiyor bilan tanlab bo'lgan nima u ish. Shu o'niki bu birdan mana ashundoq delil paketlarni ko'rish orqali mana ashundoq delil paketlarni ko'rish orqali anadikan nima bo'lishi mumkin, mo'min bo'lishi mumkin. Anadiki bu odamning o'ziniki ashundoq mana iymon institutsiyami ba'zi o'ziniki askinligidan yoki olmaydi boshqa bir fikrniki sababi uni ta'sir uchrab, masalan, u ya xap bo'lib deganidek undakin iymondan chiqish mumkin. Bu qandoqki boshqa odam ixtiyor kirib iymon etgandek, ham kofir bo'lgandek bu odamning o'zi ixtiyor bo'lgan bo'lishi bo'ladi. Unda o'g'aniki bu odamning baxtlik va baxtsiz degan gapning o'zi bu yer o'zgarish bu yerda bo'ladi. Ammo Alloh taolaning baxtli qildi, baxtsiz qildi degan gapning o'zi Allohning sifati bu o'zgarmaydi deydi. Nimishqa? Chunki baxt qilish degan gapning o'zi nimani baxt bo'lishini vujudga keltiradi deydi. Va baxt qilish degan gapning o'zi baxtlik, baxtsiz bo'lishninki vujudga keltiradi. Ya'ni baxt qildi degan gap nima? Baxt bo'ldi odam degan gap. Baxtsiz bo'ldi degan odam nima degan gap? Odam badbaxt bo'ldi. Badbaxt degan gapni odam qildi, ma Alloh uchun qildi degan gap. Bu Allohning sifati bu nima qilmaydi, o'zgarmaydi. Lekin yeni o'zgarish yo'q, Alloh taoloda nima yo'q? Ularda hech qanday o'zgarish yo'q. Allohning sifatlarida nima yo'q? O'zgarish yo'q. Nimasi o'tib ketishganda qadim bo'lmaydi, havodisga mahal bo'lmaydi. Agar mana bu chog'imizda Allohniki o'chog'imizda bu o'zgarib ketadi, mana desak o'chog'imizda qanday bo'ladi? O'zgardi degan gapning o'zi paydo bo'ldi degan gap. Paydo bo'ldi degan gapning o'zi, ya'ni u o'zgarganligi paydo bo'lgan joyning o'zi u nima bo'ldi? Uni o'zgargan gap bo'ladi. O'shanda u zotning o'zi qadimiy degan gapga mos kelmaydi. Nima qildi? Yuqoriga o'tib ketdi. Desamda, mayada imom Nasafiy rahmatullohi alayh u undaqchi emas. Uchanchi undaqchi emas. Ya'ni bir odamning o'zi mushudaq ana mu'minun inshaalloh desa bo'lmaydi deymiz. Dedi, yuqoridagi gapga asosan ba'zi ulamolarimiz o'zi nima dedi uni? Shariy odamlarning o'zidan bu ana mu'minun inshaalloh desa bo'ladi dedi. Bo'ladi deyishning o'zida oqibatda biz bilmaymiz. Buni qarta shu deb qolsak bo'ladi deb bu mushtaq dedi. Degandeki bu gapning o'zi xato deb imom Nasafiy o'changizda bu nima u siz undan desa olmaydi. Siz ba'zi vaqtlarda ba'zi shaqiy odam nima bo'ladi? Baxtlik, ba'zi baxtli odam badbaxt kofir bunday bo'lgan ish bor. Bu Allohning ilkidik ishi nima u? Allohning sifati. Allohning nimasi o? Sifati. Unda o'likin bu gapni undan desak bo'lmaydi deb talashdi. Ikki ko'z qarashib qoldi. Ko'z qarashib qolgan ekan, endi imom Tabtazani rahmetullohi alayhi shuna deydi. Haq gap shudurki jazban ma'noda hech qanday ixtilof yo'q. Mana ba'zi asharilarniki o'zi desak bo'ldi degan gap bilan imom Nasafiy rahmetullohi alayhiniki desichu bo'lmaydi degan gapning o'ziga raddiya berib, bunda qilishning o'zida hech qanday ma'nida hech qanday ziddiyat yo'q. Lekin ishiltayotgan lafzining o'zida nima bor? Ixtilof bor. O'xshamaydi ishiltayotgan lafzi. Mana yuqorqi bizniki ilgari o'tgan olimlarimiz mana o'ziniki oldida o'tgan mushta o'xshamaydigan fikr ya gap so'z bo'lgan bo'lsa, bu mushunda tahlil qildi. Mushta shu tahlil qildi. Qanday sen og'zing dafsan demassin, yoki shu gapni o'zi bundaq yo'tkab akibdi deb shu gapni zohir qilmasdan, uni rasmiy tadqiq qilib, uniki moyiti nima, qanday niyamatni dedi deb, uni rasmiy uni amalba to'g'ri yerga chiqarib andiki bir mu'min musulmon bo'lgan ekan deb, men mushundaqchi ular nima qilgan bil ittifoq mushundaqchi o'tgan. Hozirgi insonlarniki saviyasi to'g'ri bo'lgan ekan, oldiroq bo'lgan ekan, shaytoniy qilib o odamning o'zi jih bo'lgan ekan, shuna bir odamga gapish bir ish qilib bo'g'ish, on chiqib bo'g'ish, var turt qilib, ishtaq qilib, ardan qilib, xavarish e'tiqodidan, ishtaq qilib, yili kofir, yili murtad deb, yili unda holda deb, birdamlik kofir qotgan, yil birdamlik butun insonni nim qotgan, texi o'zi turxon ota-onasi va o'zi millati butun inson, butun musulmonlar kofir qotgan gap. Mushtaq bo'ldi gap. Men mushunda nimalar bor?
hech qanday bir tafakkur qilish aqlniki o'zi ishlatishni bilmaydigan, tafakkur qilolmaydigan, ammo tafakkur qilolmaydi desak o'chanizda bu yiliqi bir narsa yezib oladigan u yezish boshqa gap. Yezishga boshqa gap. Uni o'rgansa bu deyaverdi. Masalan, jonsiz bir narsa o'rgansa bo'ladi ani. Unda bu nima shuni aql chiqdan shular qildigan gap bu. Ammo mayada aql deydigan bir narsa bor. U aqlniki o'zi rasmiy Alloh taolo bergan bir ne'mat bo'lib, u odamning o'zi shuni qila olsa, andiki uniga kirib, tafakkur qilib, rasmiy mujtahid, ya'ni Allohning qatorida olimchoq bo'ladigan. Bo'lmasa bir narsalarni o'rganiblar, shuni kallasini menga tutib oliblar, olib boriblar, shu nima ekan uqmaydigan gap. Bu xavorijniki zohir, botiniy, zohir mazhab bo'lgan, zohir aqidaniki bir narsa shakli cho'p. Bu buniki ise bizdeki Uygurlarınki cemiyetinin yakın zamanı üzerine bu çok kirvadı yani kirdi. Müştakirip uzak mı? Güzel bunun adı da mümin Müslüman boğa adam yok. Hem tıllaydı. Kafirdi. Önceki bazı bir medikali deyilgen Saudi Arabistan'daki medikali deyilgen bir mezhep var. Yani ne o? Selefi de üzerine kahne andap kılıdığın. Men müşriki kitapları onunki yazgan diye materyallerini tercüme kılış arka Uygurtılık küydü verip aşlı apırıplı deydiğin müştah nemiler var, müştah kalta akıl kişiler var. Bu akılını işletmek var. Değil. Men bu İmam Tabtazani'deki Adem'in üzü şu bazı eşariler veren İmam Nesebi'nin oturusundaki gapning üzü bir yer okşaması fakat lebzide. Yani şu yani işte telaffuzu işletken gapda okşamavadır deydi. Ama manisi nima her ishkilisi bir deydi. Qanday? Nimish qo'da deymiz, manisi o'xshaydi deymiz sen. Chunki sen agar iroda qilinsa iymon saodat bilan mana mujarradu husulul ma'na. Ya'ni biz nima dedik? Iymon va baxt bo'ladi degan gapdan faqat uniki ma'nosi hosil bo'ladi. Biz şu itibardan bununki nemesi desakçı boludu ya bulmaydı dep kalsak uçağımızda bu mənamızda şu adam aç devatqa vaxtı özü de nime o bak. Nime özü de bak. Özü de boğandaki bu mənamızda şu vaxtı şu gapın özü konu kiç baş itqaqda bu boğandaki şu çan boğa vaxtı özü uçağız bu adam hem de açta bu turp andikin nime mən inşallah dis bolab da bulmaydı. Bulmaydı. Eğer irade kılınsa o aşı ben mümin, Müslüman ve baxtlik dep aşta kılışın üzüge onuğa mene necat ve semarat müterettip buludu. Yani ölgendiyken neymiş buluş, onundaki bununki merpet kandak buluş diyen bu iş onundaki keludu. Biz onu okumaymayız desek bu itibardan aşırılık bunu bilmeyiz hem de. Bu çağımızda bunu karab şu ayazı kedime ben aşı nime o yılki İmam Nesefi rahmetullahi desek şu bombaydı o diyen gepninki üzü nime maya kartılgan gep. Bomsa bunu zade bazı eşari mezhebin bunu mu kail. Şunu da ben hazır şurada mümin Müslüman turup uçağında ben inşallah desem bombaydı digenin üzüge hemmeyle nime bunu kail. Qandaqki İmam Nesefi qayil olğandaq Əş'ari məzhəbdə gələn üzü nimə qayil, Əş'ari məzhəbdə qalın üzü qayil olğandaq İmam Nesefi nimə qayil. Bu yəni fəqət ləbzi oxşatmağa ləbzi olğandır. Onda var ki, uçağımızda ma necat, yəni o ölgəndikən mən ülüb gətdim hazır. Yəni mən hazır nimə mümin alıb turvatım mən. Amma ölgəndikən uçağımızda cennet giriş degan məsəlin üstü mən oxumayman deyib unda qilishni irad qilsa bu durus. Uçağımızda nima bo'ladi bu? Bu işin rızı biraz əməliyyatda Allah'ın ilkidi oldu. Uçanda Allah'ın ilkidi olğandıkın uçağınızda bu gəpini inşallah deyib niyat qıb durub mən mümin deyib ma gəpini mümin imanı var degan gəpiniz an irad qılsa ki mən durus. Amma hazır imanı var vaxtınızda müştaq bu imanın üzü qalbida var deyib toğa vaxtınızda mən inşallah mümin deyir. Bombaydı degan gəpin üzü maya gelim qan gəp İmam Nesefi bu ya qaratqan gəp deydi. Mene bu Allah'ınki meşhididir ki yok hiç kandak katli onunki hasıl buluşka halda. Yani o şu adamınki hazır şu nicat kutulandı
do'zaxdan jannat kiramdi, baxtli bo'lamdi yoki u bo'lmamdi. Bu odamning o'zi hozir uniki qanday hech aloqasi yo'q. Buni uchun bilmaydi. Bilmagandiki bu e'tiborda men inshaalloh men mo'min degan maqsadda u gapni desiliman u durust. Endi bir odamiki kasdi u odam musulmon. Ya'ni zodi odamni ba bo'lgandiki shu e'tiborlan deb mazmun irod qilgan bo'lsa, u chog'da avvalgi irod qildiki, avval qat'i u chog'da inshaalloh desiz bo'lmaydi degan gap bo'ldi. Endi bir odamiki topshirdi. U odam men inshaalloh mu'min degan gapning o'zidan Allah xolis deb Allohning ilmini topshirib qo'yishda tapdan mu'minligini topshirib qo'yishdan bo'lsa, u chog'da ikkinchi irod qildiki, nima degan gap? Yani ben hozir iymonim bor. Lekin iymonim bo'lgandan unidiki men do'zaxga qutib jannat kiramanmi, kiramaymanmi? Bu men uqmayman degan mushi tarafida uni nima qilgan bo'ldi, iroda qilgan bo'ldi. Bu yerda o'xshashmaslik, o'sha talash tortish qilib, o'sha qilgan, unda haqiqiy unda bir ziddiyat gapchu yo'q. Faqat og'zida gap. Faqat kitobning yuzida yozilayotgan shu ma'noni ishlatayotgan tarifiga qarab o'xshashmaslik bor. Bu hammasi maqsadi nima? Bir deydimdi. Yani demek, men muşu katta alimlerimiz, men muşundaq nima qiladi? Gapning o'zi mushtaq qaraydi. Endi bir mo'min musulmon bo'lishi e'tiboran har kun islom dinimizningki ziddiga hech qanday vaqtida gapsiz harakatchi qilmaydi. Undan keyin bu e'tiborlan bir odamniki zohir amali qarab bundoq deb yo undaq deb baho berish nima emas o deganda turishchi emas. Oldindan uni tekshirib beqish kerak. Siz so'rab beqish kerak. Nima uchun qilmadingiz, nima uchun qildingiz? Bu tarafdan. Shuningdek, ba'zi ahli miloniki yo kitob yoki tabliq yoki mushta leksiyaniki o'zida ishda gap chiqib qolgan bo'lsa, u chog'da buni qarab munda deb kesib epil qilmay, u chog'da oldi orqa qarab beqib, undagi bu odam nima maqsadda dedi bu odam deb uni dinimizni ko'rsatgan, Qur'on esa nima deb ko'rsatgan, buni olib selishtirib, andagi tadqiq qilib, ularchu bu odam bo'ldisa, u odam nima bo'lmadi deganidek hammani selishtirib oldirmaydi, hukm qilish kerak. Bunu apırıp bunda yaptı dese uçağınızda ne bo'ladi? Ziddiyetin özü bu yerda çıkadi. Şu ziddiyetin özü şu tefekkür, şu izleniş, tadqiq qilish, selishtirishdan iborat bo'lgan bu xil qiliqning o'zi bir odam kamchil bo'lgandan kamchil bo'lganlik sababidan shu bu ishchi chiqadi. Agar unda bo'lmasa şu ilmi bir qadar yuksak, bir qadar odiy, himmatlik ahli ilmi o'limalarimiz bo'lgan bo'lsa, bu adamdan o'zida ixtilof gap chiqmaydi. Ixtilof qilishmaydi. Ammo ixtilof qilish qolichi uni to'van, ya'ni ya ilmisi yo'q, ya o'qib baxmagan, ya ilmisi yo'q, o'qib baxmagan bo'lsa, lekin u tarafda ilmni o'qimagan. Men mushdaq adamlar bir yana tutib, ya anglab, opirib mushtaqkan deb deyishni o'zi uchun chiqadi. Bu yerda chiqadigan gaplar. Xo'sh, endi shu kitobniki mena Shariy aqoida nasabi degan kitobniki shu 5-tat hozirgacha bo'lgan orliqdan ilohiyat deydi. Ya'ni ilohiyat degan, ya'ni bizning ko'zimiz ko'rmaydigan mushu Allohga mansub bo'lgan nimalar va e'tiqodiy masalalar bor. Shu masalalarning ustida nima qildik? To'xtaldik. Zodi Alloh ba mavjud bir yagona din tatib Allohning sifatlari, uni qiyomat qanday bo'lib tirilish, vaqo'zat jannat, do'zax deganidek hozir bir odamniki qanday bo'lishi iymon, islom, musulmon deganidek mush gapniki hammasi usulun qildik, to'xtaldik. Endi ikkinchisi bo'lgan ma dunyoga aloqador bo'lgan mana shu masalaning usulchi hozir nima qildi? Imom Nasafiy shu usulchi keldi. Uniki birinchi ma dunyoda, hayot dunyoda bo'lgan nima? Birinchisi mana bu masala. Qavun, ya'ni va fi irsar rusuli hikmatun deydi. Peygamberlerini evetişti badur bir hikmet var. Beka Allah Teala bir peygamber evet kanmaydı o. Biz müştahdim kılımız ona itikat çok kılımız deydemdi. Digendeki İmam Suyuti ile İmam Tabtazani deydi. Rusul diyen ne diyen gapsa, Rusul diyen gap Resulun diyen bu mufret sözlük cem'isi olup, o Paulun diyen vezin düşüdü, bu Risaletin iştikakını var. Risalet diyen imam, Risalet diyen gapning o'zi bu yer evatliga maktub degan shu gap bo'ladi. Maktub shu bo'ladi. Yani Risalet diyen gap
bir varaq bir qancha mazmuni yozilgan qog'ozning o'zini shu nima qilib shu evatmoqchi bo'lgan shu daftar qalam daftarning o'zini nima deydi uni risolat deydi. Risolat degan gap shu biya maktub yozib evatilgan qog'oz yoki yo'llaydigan bo'lganligi shundan keyin o'zini risolat degandan keyin bunidagi rasulning o'zi ishtiqoq qilgandan keyin yana demak shu rasul degan gap shu risolatni chiqqan rasul bo'lgandan keyin ya'ni u bir kitobga mansub bo'lgan, ya'ni kitobdan iborat bo'lgan, Allohning so'zidan iborat bo'lgan narsalarning o'zi bu odamga cho'k kipti. Allah şu adam kitap şu tushiribdi. O'zi gapini vahiy orqali uqtiribdi. Jibril alayhisalom orqali degan shu gapni shu bildirdi. Rasul degan gap shu. Unda o'zga deydi Imom Suyuti. Bu Rasul degan risolat degan gap, ya'ni payg'ambarlik risolat, ya'ni elchi bo'lish degan gapning o'zi Allohdan mana zabil bandiligi Allohdan mana zabil aql egillarniki o'ttirsida o'zining xalqidan bo'lgan. Alloh taolaniki o'zining xalqidan bo'lgan aql egillar bor. Aql egillari bilan normal bandiniki o'ttirisiga nimadir ular elchilardir. Nima o'ttirdiki elchi deydi. Ya'ni payg'ambar degan gap Alloh bilan bandiniki o'ttirsida. Alloh bilan bandiniki o'ttirsida, ya'ni bütün bendiler bilen Allah'ın oturusunda peygamber ne buldu? Şundak Allah'ın oturusunda akıl egelleri olan, akıl tefekkür kılan binas bilalaydıgan kişilerin oturusunda Allah'ın bu kişilerin oturusunda ne olan buldu? Bir elçi olan buldu. Ne bu elçi olan, vasıf olan buldu. Yani demek biz Allah'a yetimiz dedikkemiz cezmen bu vasıf olan şu peygamberniki aç diyen gibi arka anıdaki nimkanımız o Allah'ın diyen gibi uyanıcı yetimiz. Çünkü Allah Teala yüzdeki emir fermanları, yüzü kandak ikkelliği ve onun başka bu dünyanın başka bir dünyanınki bağ ikkelliğinin üzerine Allah Teala yüzdeki tallap kalan aç peygamberini tallaydı. Bunun için deydi Cibril Aleyhisselam'a. Cibril Aleyhisselam andaki kalan insanların nima qiladi buni yetkizdi. Yetkizgandan kalan insanlar bende ve akıllı insan bilen bu Allah Teala bilen bu kişilerin oturusunda nima vasıf olgan bo'ldi. Vasıf olgandan unda olgandan Allah'ın hikmeti qanday qildi? Bir insonni tanlab bütün insanlık yetkizadigan bu shaklni nima qildi? Uni talab qildi. Taqozo qilgandiki shu bir insonni talab deb tanlab uni qarta o'ziniki ahkomlarini deb shunga qolgan adam yetkiz deb mushtaq cho'q qildi bu vasıf. Nima vasıf? Meni qanday qilgandan men mushundaq vasıf qo'llanish payg'ambarning evatishi orqali andaq bandaning o'ttirsa, meni banda bilan Allohning o'ttirsa kishilarning o'ttirib bir vasıf bo'lgandan keyin bir elchi bo'lgandan keyin bu nima qildi desa yuzilu biha ilalam. Meni yo'q qildi Alloh taolo ash risolatidan ash bandalarniki illatlarini, xato, tushunch, shirik, paskin naskarahni o'zi nima qilgan gap, e'tiqodiy tarafdan bo'lgan xato, harom, mush to'g'ri bo'lgan, mushta binaskarning o'zi ismi nima u hammasi illat. Hammasi kasal, hammasi nima u maraz. Maraz bo'lgan ekan, buni nima qilgan gap ular shu Alloh ash bandining ash payg'ambar orqali shu yo'q qilgan gap. Ey insonlar, men degan nima deyapti Qur'oni Karimda? Anallohu la ilaha illalloh. Alloh la ilaha illalloh deganda bir qancha yerda bor. Ta'buduni la tushriku billah degan oyatlar ko'p. Nima degan gap? Ya'ni men ey bandalarim, men ibodat qilaman, faqat men yolg'iz, men bilaman, anglayman, ko'raman, o'qiman, hamma tushundiraman, rizq beraman, tiriltiraman, o'ltiraman. degan Allah o'zi shundoq sifatlar muttasif bo'lgan bir zot. Shu zotningki oshliq ekanligini mana Muhammad mana payg'ambar orqali qanday qildi? Osh insonlarga yetkazdi ekan, insonlarningki o'ziga shu payg'ambarning o'zi nima bo'ldi uchandida bu o'ziniki shu ovozi hem ameliyati orqali nima bo'ldi uninga ulgu bo'lgan bo'ldi. Hem uning uchun mikrofon tek uni yetkazgan bo'ldi. Bunda shu bo'ldi deydi. Mana bu payg'ambarning o'zi ep kelgan shu dinning o'zi mana u bütün shirk, kufr va uni boshqa Allohniki zotiga loyiq bo'lmagan bütün narsalarni hammani uchun orqali nima qilgan gap, yo'q qilgan gap. Mana xristianlar deydi, Yahudilar deydi, uni butparast hamma shunday qo'ymaydi. Butparast, shaman dini, o dini, masalan, Hindi dini degani hammasi Alloh bor deydi. Nima deydi? Alloh bor deydi. Lekin
Ba degan bilan uning qarta yin bir o'rtaqni, o'ziniki zoti, sifati va qiliqi loyiq bo'lmagan bir narsalarni opirib bo'luvchi qo'shib olgan. O'rtaqlashtirib olgan. O'rtaqlashtirib olgandagi shu Muhammad alayhisalomni Alloh payg'ambar qilish orqali o'ziniki qandoq ekanligini bu Muhammad alayhisalom orqali buni nima qildi, uni uqtirdi. Uqtirganiki Muhammad alayhisalom bilan tushgan vahyini hech qanday birini qoldirmay insoniyatga shu yetkazdi. 23 yil muddatda. Nima qildi, yetkazdi. Meni mutaxassis qildi. Anda bilmasidiki, o narsadan insonlarning aqli nima qiladi, kamtik keladi, dunyo va oxiratning maslahatlaridan. Dunyoda manfaatlik va oxirat manfaat bo'lgan narsalarning o'zidan insonlarning aqli bilolmaydi. Ya'ni insonlarning o'zi dunyoda nima foyda, nima ziyon bu insonlarning o'ziga va oxiratda ularga nima foyda, nima ziyon buni shu aql orqali, tafakkur orqali insonlarning aqloniyati buni shu bilolmaydi. Nima qilmaydi, bilolmaydi. Bilolmagandiki bunida bo'lgan bir kamchilik bor. Shu kamchilikdan paydo bo'lgan bir illat chatoqchi bor. Shu narsalarni yo'q qilish uchun Alloh taolo nima qilgan, uni payg'ambar uchun evatgan. Endi deydi İmam Suyuti, İmam Tabtazani, Rasul va Nabiy degan gapniki ma'nosini o'zida kitobning 5'i tundi. Endi bu yerda qayt qilishning hojati yo'q. Biz kitobning 5'ida payg'ambar degan nima? Rasul degan nima? Nabiy degan nima? Bu ikkisiniki o'ttirgi farqni o'chiruvchi degan. Degandikin u tafsiri shu degan. Degandikin biz u yerda endi degandikin bu yerda yin bir gapni qilib uni lug'at manzma va shar'iy manzma oddicha deyishning nimasi yo'q o'chog'imizda, hojat yo'q bu yerda bu gapni men demayman, to'xtalmayman deydi. Ya'ni Rasul degan gapning o'zi elchi degan gap, nabiy degan gapning o'zi naba degan xabar beruvchi degan gap bo'ladi. Mana bu yerisga inkor qilgan inkorchilarning eng cho'ng tutib olgan narsa mushuni qilib bilmay turib. Rasul bu, nabiymi deb. Sen u qanday bilsan, o'ziniki shu xato fikriniki o'zini boshqa tepilib shuni odat qilish uchun anadikin ma gapni qutuqib chiqadi. Rasul degan nima gap? Bizning Uyg'ur tilida masalan, mana deydi. Rasul degan gap, elchi degan gap. Elchi degan gapning o'zi, ya'ni shu elchi evatgan, kim buyruq evatgan bo'lsa, shuniki narsa aynan oyat yetkazdi. Pochtkash deydi. Pochtkash bo'lgan ekan, xatni biz yozsak, şu xatning o'zi pochtkashni opirib andikin pochtxonada va adres opirib berdi. Uning ishidagi bilamdi, anda qildilamdi, bunda unda hojati yo'q. Unda o'adiki payg'ambarmi shunda. Muhammad alayhisalom shunda. Unda o'adiki u Qur'onning o'zini u bizga bayon qilib o'zimiz bayon qilib unda qilmaydi. Yedisiga shu bo'lgan ekan. Biz bu nima u Muhammadningki u nimasi dinni o'ydirib chiqqan bir narsa. Unda o'adiki biz uni nima qilmaymiz, uni ishonmaymiz. Unda biz deyman Muhammadim katta payg'ambar dema, katta adam bo'lib ketdi. Bak Alloh bo'lib ketdi. Hamma o'zimiz biladigan mushda bo'lib ketdi deb shayton kuchkichkinan binas bo'lib qo'ysan da aytib, ne bo'lib ketdi, olim bo'lib ketdi. Ya, voy mufakkir ekan deb qarab, necha adam ongni qalayotgan, necha adam ko'rayotgan mana qarab. To'g'ri ekan deb bechara uningizni ezib shu bilan qandaqlangan mush fikr o'tirib qo'yayotgan gap. Shuna nima? Bunu qo'yish orqali anadikin payg'ambar alayhisalom payg'ambarlarningki butun vazifasiga uchuq inkor qiladi. Bu uchuq inkor qilishning o'zi nerdan chiqadi? Qur'onningki o'zini, mana o'ziniki millatiniki urf-odatda orqali jamiyat ishlatayotgan lafzi va ma'nini nima qilish, tafsir qilishga tushunadi. Unda tushunish to'g'rimi? To'g'ri emas. Qur'onni tushunishda kim Qur'on arabcha til bilan tushdi. Arabcha til bilan tushgandan keyin bunu tushunishda jazman arab tilini bilishingiz kerak. Shu 1400 yillik oldida arablarning ishlatayotgan shu o'z ishidagi ijtimoiy voqea masalasining o'zida arablar qanday talaffuz qilib, qanday kelim qanday ishlatadi, buni bilishingiz kerak. Lug'atni bilishingiz kerak. Nahviy, sarf, balog'at, undan boshqa bütün ulumun arabiyatı vatkan 8 yoki 12, 18 fan var. Onu resmi to'liq bir şekilde bilishimiz kerak. Andikin nima qilishimiz kerak? Andikin Qur'onni tafsir qilaman, uni tushunman deb tushunishingizga, haqi deyishingizga andikin salohiyatingiz yetadi. Bo'lmasa xaloning ishida turib, xaloni tepsib turib, andik tamoqini chiqib bas, unda odat turib, unda xiyol qilib, bangini xiyolda qilib siz u chog'da u nima emas, o din emas. Onimo uchuq Qur'oni Karimni qilgan hurmatsizlik, Qur'oni Karimni
o'zgargan qandaki Yahudilarning o'zi Tavratni o'zgargandek muharrif, tahrif qilgan holat shu bo'lgan bo'ladi. Uning uchun Qur'on bilan tushunish uchun biz arab tilini o'qimasak bo'lmaydi. Shuni rasmiy tushunib amillashtirish uchun Qur'oni Karimga tushgan zot, Qur'oni Karimga tushgan zotning eng birinchisi Muhammad alayhisalom bu kishi bakpidi. Bilgandikin ham uni elchisi, uni da Qur'oni Karimda Alloh taolo Muhammad alayhisalom bir qancha yani o'zisan bayon qilsan, uni o'gitsan, mushtaq yu'allimukum degan bani o'gitsan, ta'lim bersan, mushtaq qilsan degan nima bu buyruq nima huquq va shu huquq olsan bu huquqni faqatla kim qildi? Payg'ambar alayhisalom berdi. Payg'ambar alayhisalom o'zining 23 yil muddatli ichida Qur'oni Karim mushtaq tushgan bo'lsa, har bir oyat, har bir so'zning o'zini shu vaqt o'zida o'zining so'z orqali, o'zining amaliyati orqali andikin uni uchun bizga shu vaqt sahobalarga izohlab berdi. Izohlab uni tushuntirib qo'ydi. Tushundigan bu hadis oldu, sünnet oldu. Bununki o'zi andiki sahobaning o'zi tabiinga yetkazdi, tabiin yetkazdi, unidagi muhaddis olimlar uchun zanjir simon orqali yetkazdi. Qandaqki Qur'oni Karimning ular ashta yetkazgandek, bularning ayni kishini o'zi shunday yetkazdi. Andiki shuni bilan qilsangiz Qur'onning o'zini ani tushuna olasiz. Andiki bila olasiz. Bo'lmasa siz u yerda everib gapdalla qilib, o'qigan burunimiz buzuq, uni olgan ilmning o'zi islom dinimizga zid bo'lgan ateist dinsizlarniki maktabida o'qib, universitetda unda olim ketdi deb uni ustiga gap qilishingiz bo'lmaydi. Haqingizmi yo'q? Oddiy bir masala. Sizning yashayotgan yeringiz qarab davlatingizga anayasa qonunsiz gap o'zingiz ixtiyor men shu millatni bilib ketdim deb shu har bir davlatniki asos qonuniga binosi deya olamsizmi? Diyamaysiz. Onu qarta bir qonunni tuzishga bundoq tushuntirib, bundoq diyamaysiz. Apurni tutib so'laysiz. Mana qo'y. Sen nima deysan deb. Islom dinining bunda bir ijroiyat uni qo'llaydigan bir hokim nimiz bo'lmagan ekan hozir. Buni qarab, ashta shu gapni xato gapni shu qotgan gap. Mana Alloh taoloning payg'ambarlarni shu xalqlarga evatishda bo'dur bir hikmat bor. Yani hikmet var degan menfaat vakin ve akıbette yani ölgendiyken maqtalgan bir işlarçı var. Onu beka öğretmeydi. Cezben onun nima insaniyet için menfaat var. İnsaniyet için nima paylık nesçi var. Peygamber evet işte. Şunu da o dünyada nima maqtalgan bir nesçi var. Nimişka? Çünkü hemimiz qarab bakayız dünyanın umum vasiyeti. Dünyanın umum vaziyeti kaçaniki İslam, dinimiz İslam, kişilerin bütün işlerin hemmisini idare kılış işinin şunda çetten yani İslam halafet tügüdü. Yani üzün rolunu tüketken kündüm başlap dünyanın üzerinde hiç kandak yani adalet yoktu. Adaleti nima turg'uzmaydi. Bu adalet emas o. Qanday adalet emas. Bu adalet yok. Şu borliq keldi. Hozir bizniki kunimizni qarab baksakmı, tarixning bu yerda qilayotgan eskilikniki hammasi qarasak, mana yaqin zaman, yiroq zamonning o'zida musulmonlardan chiqqan shu emas. Masalan, qirg'in qilish Xitoyniki o'zi mavjudot degan to'ng'iz munofiq mana qancha million odamni 70 million insonlarni o'ldiryapti. Nima o? Tomchik dedi, o dedi, bu dedi, isib boştaq o'ldirib, isib boştaq qildi. Bekar. Onun başka Lenin, Stalin, Hitler deydi. Onun başka Vietnam, onun başka mesela Kuba deydi. Bu şu komünist batkan. Onun başka aynı Hristiyanlar yaşavatkan. Şunu da günümüzdeki adır Yahudilerin yüzü qarab baksak, beka adamlar nima qildi hozir o'ldirdi. Qanday qildi? O'ldirdi. Bununla qilib qolmay binanın yüzü yıktıp, uçağını bütünle ziraatin köydürüp açtık çok vardı. Nerede bu adalet? Nerede adalet? İslam tarihinde bunlar iş oldu mu? Olmadı. Çünkü Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bütün işlerin hemimizi doğru bir şekilde aşında yetkizip, tarihi bir öğütüp kılışlarla birlikte uruş kavaktığınızda ne dedi? Sabır uruş kılman kavaktığınızda sen ayal kişini öldürmeysen. Ayal kişini öldürmeyenler küçük ballarını, bovaklarını öldürmeyenler, balagat yetmeyen ballarını öldürmeyenler, hayırlarını öldürmeyenler, yani ibadet kıvatkan çirkav, poplarını öldürmeyenler, ibadet tiş koyan, hatırca boğan kişiler, uruş katarsan kişilerini öldürmeyenler. Onun için herkes hakarete kendisi ondan çok kılmayanlar. Ziraatını yıkıp onu kurtup ondan çok kılmayanlar. Öyvan yıkıtmayanlar. Hep tavsiye çok kılıklar.
Hadi kandak oldu. Tarih bir kandak kıldı. Bu nasıl eğer Muşu Muhammed Aleyhisselam İslam dininde ibaret olan Muhammed Aleyhisselam kelmeyen bolsa dünyanın üst kandak oldu şu vakti oynap bakayla karanlık eser. Cahiliyet esirdi. Cahiliyet esirip otur esir dep atıldı. Şu vaktimizde bütün dünyadaki insanlar cemiyetin hazırki hayvanatlarınki hayvanatlar bağçısıdek hayvanatlar yaşayan çöl ceziredeki aşta bir adet gelgen. Kimnin küçüğü çoğu olsa onu apırıp onu çıkış bilen tutup sorap öldürüp hatta ki insanların şahsi erkekliği mi yok onu kul kırıp işitip işe şu nemeninki orada yani koyunun orada kandak kıldı olan işyaklar kanı onu işletip aşta çok kıldı. Kırıp böyle hiç kanı bir adamın erkekliği yoktu. Yani her nimeler çok ötken. Onudaki Muhammed Aleyhisselam kimde andaki adaletini, andaki hakkaniyetini, doğru hatanı, pakizlikini hazır. Andikin çıraylık, güzellikini, kazı uptan kazı yaxşıgan andikin bildi. Bu itikad kılmışsa bula anlap yürüp arışıp bildi bunu. Andikin kazı bunu. Demek yani İslam dinimizdeki yani Peygamber Aleyhisselam evetiştiki yani muşundak nimeler var, paylık menfaatler var. Tek bunun başka tek peygamberlik tek dünyada kandak bizge insanlar paylık olan işte uyardı bak. Onun dedi onu Muhammed Aleyhisselam dedi. Muhammed Aleyhisselam ya cennet var dedi, dozak var dedi, cennet nime dedi, cennet sahneşmada ışıklar dedi. Degandiki bu mesele için men muş meselinde peygamberimiz kan Allah Teala evetlemiş. Yetküz ulağa. De. Endi deydi o İmam Tabtazani bu gapning üzerinde İmam Suyuti'nin var gapning üzerinde bir işaret var. Şunu diyeceğiz ben irsal vaciptir. Diyen gap çıkıp aldı deydi. Yani peygamberlerin evetişte Adem Aleyhisselam'da Muhammed Aleyhisselam gelişi olan peygamberlerin evetişte bir hikmet vardı. Hikmet olan iken muş hikmetlik sebebi insanlar insan buldu dedik. Digendikin da olsa peygamberin evetiş vacipken. Eğer Allah Teala peygamberin evetmeyen olsa yani insanlar cemiyetinden hayvanatlar cemiyeti hiç kadar fark. Hem canlılık hem nime yayılan neresi okşaş yani bazıları okşaması var. İşler mamutu herkes kıldı. Bu hiç kadar fark kılmaydı. Fakat insanda hayvanda arıp dururken neresi nime akıl. Akılının üzeri hem kifayet kılmaydı. Onu karta andiken şunu yaratkan kişininki üzerindeki deyipin üzerine bu işi emel kılıp dep öğütüp kısa andiken okudu. Ne kıldı okudu. Bu şu buldu. Yani bunda peygamber bulmaması oylap bakaydı. Tarih peygamber bulmaktı. O canlıda o adalet, zulüm diyen gapni bilen da kandaki ma yadaki jitkiş hayvanlar cemi demesedeki yerdeki hayvanlar karap bakaydı işek tunguzlar, gürler, onu başka yolvaz, şırlan, üst karpa kim olsa yap içip açta koydu. Bunlarda açta iş var mı? Yok. Yok olan diken yani demek muşu peygamberinin öğütü arka anıdeken evetçi arka bununki talimatı insanlar bilgen gap. İnsanların kan gap diyen gap. Bunu karap andaki muş gapın üzerine peygamberin resmi evetçi vacipken. Eğer bunda olmamazsa insanların cemiyet olmay yok olup birbirisi öldürüp yiyişip bazı nesiller kurup gitti o hazır. Muştak bu dedikken. Cezben vacipken diyen gap çıkıp aldı deydi. Emez. Bu yerde vacipken diyen gapın üzerinden Allah Teala'ga peygamberini evet vacip diye mendil vacipimiz. Yani insanlarınki yaşaş, devamlaştırış diyen məqsədi qarğavaq sözdə. Çünkü o peygamberninki evetken peygamberin talimatlarını bilirdi. Bilgendiki bu itibaren bunu qarab vacip diyen gap yüzü müyədi çıkıdı deydi. Ama Allah ise evetimiz bulmaydı o Allah'ın geldi. Kımız katı bulmaydı. Eğer onu kımızsa günahkar olup Allah hata işli kan buldu diyen mendil emez deydi. Vacip oluş. Belki şu mendildenki cezmen hikmetniki meselesinin üzü takazza kılıdı. Yani Allah Teala hakim dedik ya her nersini bilip durup o nersin kanda ikenligini hikmetle iş kılıdı dedik. Digendiki muş hikmetin takazzası mena nem kılıdı? Takazza kılıdı onuğa menfaatlik yaxşılık insanlara bolğan nersini takazza kılıdı. Onda varken insanlarınki Allah Teala akıllık yaratıptı. Yaratkandaki bunun karta kanda nime lazımken bu insanların aklının üzü məxluq olğandıkən onun qarta aklını aklını biləməyi doğru xatanı. Onda olur ki bunun qarta peygamber evetiş gerekken. Diyen bu yerde ne kıldı? Hikmet bunu takazza kıldı. Bu takazza hikmet ki asasen andıkın Allah Teala peygamberin ukan o yerde evetken dedi. Ve leyse bi mumtaniin. Emez bu peygamberin evetiş mumtani emez.
Yani muhtemelen yemeğe gel. Bu peygamber evet katli bombaydıgan iş o deydi. Unda mı emeseydi? Evet biz bombayı deydi. Kandaki mene itikat kılıdı Sümeniye ve Berahmiye dindeki kişilerin üstünde itikat kılırken. Sümeniye diye bir firqa varken bu Hindistan'daki Buddha dininin üzerinden çıkan, bu şu yerlerde parçalıp çıkan, şununki itikadı bulunan bir nemeke dini itikat firqa. Bu firqanın üzü buna da qaraydigan. Hiç qanday vaqtizde Allah Teala peygamberini evetmeyi deyilken. Kafir olsun yüzün düşkü. Kafir olsun mu? İşte düşünüp Allah Teala'nınki peygamberden evet layık emas. Evetmez deydi. Hata o deydi. Neymiş kan? Çünkü Allah Teala insanı yaratqan vaqtizde aqlan nağını biladigan nima aql var. Aql ne işliş arqı bunu biladigan. Unda onu bunu biliş arqı yelik aqıdı peygamber bekar işip qalmamdı bu. Unda onunkin bu Allah'ın peygamberi şu mümkün emas o. Mümkün katli bulmaydigan iş yok. Hak uydurup çıkan mesele deydi. Bu Sümeniye deb atılgan bir firqa var Hindistan'daki. Şu firqanın özü şundaq nima qildikan, ular e'tiqod yo'q qildikan. Endi Sümeniye degan yine başka firqalar var. Endi o yerdagi ularning e'tiqodidimi bir narsaning o'zi go'zal yoki sat ekanligini insonniki aqli biladi deydi. Bunun qarta andiki bu dunyoning o'zidagi bir ma'naviy dunyo yo'q deydi ekan. Nima ro'y dunyo yo'q deydi ekan. Hammasi modda. Ko'zimiz ko'rgan narsaning o'zi shu narsa nima o? Mana ashlasi shu. Biz bilgan narsaning o'zi faqat bizniki hissiy a'zozimiz narsa ko'ran bilgan narsa u bilgan bo'ladi. U mavjud. Uniki g'ayri nima emas o? Qat'iy mavjudchi emas deydi ekan. Hozirgi ateist o'shadi kelgan. Bu shunday e'tiqod qilgan. Endi birsalik Barahima deydi, Barahma deydi. Bu Hindistondagi Hindi dinidagi nimalar kishilarimiz Barahma deydi. Barahma ilohiyga e'tiqod qilgan. Mana buniki e'tiqodidimi? Hindistonda cho'ng 3 mazhab din var. Birisi Hindu dini, Barahma, endi birisi Budda dini, endi birisining o'zi Sikh deydigan mushta bir nima din var. Andaki bunu qarta yani uşaq tarmaq har xil ismni ataydigan. Hattoki ularning e'tiqodidagi nimaga asosan ming atrofida din varmış Hindistonda. Mingdan. Ama İslam'dan başka. Bunun içindeki en çok 3 ming çoğu var bir mezhep var. Yani bir Çin dini deydigan bir din var. Bu. Bunu şundaq e'tiqod qilgan. Mümkün yok o. Dursa emas o peygamber evet işte ekan. Öyle mümkün emas. Yani peygamber evesin bo'ladi, evet mümkün atı işte qatardan. Deydigan bu da mümkün emas. Ki yani beraber oldu onun iki tarafı. Yani evesin mayli evetmiz iki taraf var. Evetiş evetmezsek. Her iki taraf oxşar. Deydi on kandaki onu bazı Mu'tezile beripten olsun. Evet misin belli, evetsin mi oxşar. Unda o anıkin evet to degan gap. Evet misin belli to'q degan gap bo'ladi. Bu qanda yani aşı Sümeniye ve Barahma kabiliyeti e'tiqod qilgan mushrik shu dinsiz nima dinsizlarniki e'tiqodi. Ular nima deydi bularning ba'zilari aslida Mu'tezilening e'tiqodidan bir narsaki halal haram yaxshi ubdan eski ekanligini, sert ekanligini insonning aqli biladi deydi. Aqlninki o'zi nemani yaxshi deb, ubdan deb qarasa u yaxshi bo'ladi. Nima naskarani o'zi eski deb, yomon deb, nachar deb qaragan bo'lsa, o'changizda shundan nachar bo'ladi deydi. Unda ekan hozirgi dunyoning o'zida agar vahiy bilan ishimiz yo'q deydi. Buni e'tiqodi shu. U payg'ambar, bu hadis, u Qur'onning ishimiz aql bilan birimiz deydi. Agar shunda qilib qolgan bo'lsa, hozirgi dunyoda bo'layotgan ishning o'zini Qur'onsiz, mana islom dinisiz bo'layotdi. Siz mushunda boshqalar qilib, mushunda tajovuz qilib, milyonga insonni qirib tashlab, tüpyüzü yo'qitib, mushunda xorlab, mushunda qilishning o'zini sizning aqlingiz to'g'ri qildimi buni? Siz aqlingiz to'g'rimi bu? Hozir bo'layotgan ishlarni qarab boqaylik. Bu to'g'rimi? Bularniki o'zi mush ishning o'zi to'g'ri deb qiliqlik. Sizce to'g'rimi masalan?
Aşıdan benim küçüm var, koralım var, binesim var deyip bekar bozak, ağzı kep kalan kişilerin üzerine urup talap, onu hiç kana binesim var, bulap, açık, uçuk bunu bizden hakkımız var deyip aşıdan tutup solap, aşıdan kısa. Neçe milyon insan hemmeni tutup onu kırgın kırıp, neçe 100 milyon, 30 milyon aşk. Yani ben yalaka kızılkların hem yoktu onu orlu besverip zeminimizde yazsa hazır kadar bana Yahudinin üzerine neçe milyon neçe 100 bin insanı kırıp taşlap er ayal ya kişi çoğun demezsin öğlerini tadı veyran kırıp işte kıvassa bu sizdeki neredeki aklınız bunu doğru deydi. Çünkü ağlanıki İslam'da karşı olandikin o guylanın üzerine onu doğru da itikatçı kılıdı. Şon kılıdı onu. Siz bu işte adalet temsil ediyorsunuz. Deylendi. Bu yani peygamber evet işte ki cezmen hikmetin üzücü olmayın. Muşunda nime o ibaret. Peygamber pek yakıp kalmaydı. Şu an peygamberin evet işte ki hikmette alaydı müştak hikmet müştak paylık iş olan diken. Allah Teala mene muşu peygamber diyen kişi evet arkasılık inam kıldığımda Kur'an-ı Kerim nacık yerde yedi. Nimdeydi o? Cık yerde kaydı. İger. İnam kılmagan bolsa Allah Teala uçağınızda kan takılıdı. İnam kılma peygamberimiz ay dünyanın üzeri resmi aşı yitkuş hayvanlıki cemiyet oldu. Bu devlet yok. Kimin nefsi yok. Ölüp işte çok kılıçtı. Hem Allah Teala'nın ki peygamberin öğretişi bu yerdeki insanların ki manimiz karapmış bombaydıken aklını üzüp bilamaydıken diken hikmeti bunu takazza kandiki bununla andaki peygamberin nemi kıldı Allah Teala evetti. Şu arkalık andiken ma Müslüman emez Müslümanın başka olan kafirlerin üzümü andikin adaletini, doğrunu, hatanı, paskinni hazırki günümüzün üzerine Müslümanlar bu taraftan çekilip ketkendiken Karabaksa yaşavat kayır toplan, öldürü veyran işte o andiken bunu karap andiken başkalarının öldürü Karabaksa şunda retlik pakiz, yolları şunda pakiz, şunda ritimde şunu anlayayım. Onu karap buna da kasak olmaydı. Eski tapakizliğin nemsi deme tertip ve ihsan divatkan şu. Üçüncü derece türden. Bununki üzü İslam dininin oturup çok koyulan. Bunun üzü bu yerdeki çoğun bir güveni tep baldık tep 1800-1600-700 yıl tatip İslam dünyasına mene aşı nemedek yitkuş hayvandek yerdek hücum kılıp girip bütün hayriyatını hemen buzup onu veyran kırıp onu kul kırıp yaşlı hemen ipçi çıkıp etken. Bununla andiken bütün marifini hemen kırgın kırıp onu tusup buna cahil çok kaldırıp koygan. Bunun neticesi günümüzde İslam dininin üstünü bilmeydiğin, emel kılmaydiğin, yani yaşlılık uptalının İslam dinimizin başka bir tanesini karaydiğin, başka bir tapıdan adet çıkıp kalkan. Bu şey çok kadar. Bu Kur'an bilen yelsin bulanınki ketişe jiraklıştın boğan. Emel kılmagan. Muşuk peygamberin evvelçigen bir çoğun bir nimet. Bunu Adem depmi bunu nimkol şu. Şu an Allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. İnsan emez, insan etmez. Bütün alemdeydi. Allah dedi ki biz seni Muhammed Aleyhisselam bütün alemge rahmet kıp evet tutaydı. Alemge. Şu an İslam dinimizde hatta ki bir nesi öldürsen neydi Peygamber sallallahu nayet bizim bilek iştik nimeler bıçak biz nesle öldürüyorlar. Herkes onu kıyılmanlar değil. Şu an o hayvanların urup öldürüş haram. Urup öldürüşken koynumine göçün üzeri haram. Mene şakal pişken vakaza nime haram. Kıynaş arkalık baladı. Onun için şu öldürüşün üzerinde canlı hiç kadar kıyılmazdılar. Apırıp öldürüşün tavsiye kıldı. Şu an o nime başta kılıdır. Bunda o anlıkın hatta ki yamanlıkın oylaşını İslam dediğimiz günahda hesaplaydı. Şu an Peygamber ne deydi o? Bir adam üzerine bir yaxşı işini kılmen dep niyet kan bolsa onu kılamagan bolsa bir savap, kan bolsa iki savap. Bir adam üzerine bir yaman işini kılmen depti. Lekin kılmaptı. Kılmagan bolsa Allah bunu hesaplı almaydı. O adam ameliyatı kılmagan bolsa onun ne boldu bir savap boldu dedi. Unda o ki bunda bir tarimatı ağa adamın üzerine kalbinin üzerinde yanmadığın ikinci bir taraf oylamda
oylamaydı. Bizdeki muşu itikadımızın anadaki nimeler kapırlar bunu paydalıp getirip bütün hilmigerlik, bütün eskilerin hemmisi tozakın hemmini korup şuna biz için uçta hayran koydu. Biz onun için kılamız biz konumuz yamayışla oynamagan dekin. Dört deyizler bulan dekin. Bilimsiz cahilde. Adı degen kandaki biz yaxşı işini şunda oylap kandak, anı üzü onun eskisini şunda oylap kıldı. Biz onda kılmayım yaman buldu dep, günah buldu dep. Şomuş günü kaldı. Ve ahir davana enelhamdülillahi rabbil alemin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. ولما نقل عن بعض الأشاعرة أنه يصح أن يقال أنا مؤمن إن شاء الله تعالى بناء على